o'zgacha kayfiyat. Samimiy tilaklar. Ayni daqiqalarda tabrik vaqti. Tabrik. Assalomu alaykum aziz vatandoshlar, qalbi quyoshlar. Jannat makon yurtimizda yana bir ajoyib kun. Kutilmagan tabriklar loyihasi ijodkorlari insonlarning ko'ngillarini ko'tarib, shod aylashda davom etmoqda. Bugungi kun qahramonimizga atalgan tabriknomamizni o'z egasiga yo'llab qo'yamiz. Tayyor bo'lsangiz, qani ketdik. Hayajonli daqiqalar. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Bugun 14-may sanasi bilan tavallud ayyomlarini nishonlayotgan Veneraxon bilan bog'landikmi? Ha, men Venera. Kim bu? Tanimadim. Salomatmisiz? Rahmat, yaxshi. Bezovta qilib qo'ymadikmi? Yo'q, nimaga? Rahmat bo'ling. Ayni daqiqalarda sizni ijtimoiy tarmoqlarda yo'lga qo'yilgan kutilmagan tabrik loyihasidan bezovta qilyapmiz. Ushbu loyihaning boshlovchisi Munisaxon bilan suhbatdasiz. Bugungidek tavallud ayyomlaringiz, shukronalik kunlaringiz muborak bo'lsin. Rahmat. Ilohim tanijoningiz sog' bo'lsin. Bunday yoshlarni yana ko'pini ko'rib yurishlik nasib ro'z aylasin. Bugun tavallud ayyomingiz munosabati bilan bizning loyihamizga yaqin bir insoningiz tomonidan siz uchun ajoyib bir tabriknoma yetib kelgan. Nima deb o'ylaysiz? Ushbu tabriknomani sizga kim yo'llagan bo'lishi mumkin? Onajonim. Mashalloh, bittada to'g'ri topdingiz. Gap so'z bo'lishi mumkin emas, albatta shu mehrga boy tabriknomani sizni dunyolarga alishmasdan yaxshi ko'ruvchi mehribon onajoningiz nomlaridan kelgan. Shu o'rinda barcha oila a'zolaringiz, yaqinlaringiz tomonidan ham tabriklab qolibdilar. Agar ijozat bersangiz, ularning siz uchun atalgan bir samimiy tabriknomalari bor. Shuni sizga Alloh qodir qilgan yetkazib qo'ysam maylimi? Mayli, xo'p. Minnatdormiz. Unda men o'qishni boshladim, tinglab turasiz. Assalomu alaykum qizimning nuri, yuragimning bir parchasi bo'lgan mehribon qizalog'im. Seni bugungi shukronalik kuning bilan chin dilimdan tabriklayman. Senga sog'lik, omonlik tilayman. Barcha orzu-niyatlaringga erishib yurishingga tilakdoshman. Kulgan yuzlaring g'amni, kulgan ko'zlaringda hech qachon namni ko'rmaylik. Doimo xursand, doimo shod yurgin. Hayot yo'llaring hamisha ravon bo'lsin. Barcha orzu-niyatlaring ushalsin. Bu dunyoda neki chiroyli tilaklar bo'lsa, barchasini senga tilayman. Men seni juda ham qattiq yaxshi ko'raman. Shukronalik kuning muborak bo'lsin qizalog'im. Go'zal yuzligim, shirin so'zligim, qalbi quyoshim, mehrli mehribonim, atrofdagilarga doim yaxshiliklar tuhfa etguvchi jonim qizalog'im. Ilohim bizni baxtimizga, mehrli mehribonlaring baxtiga doimo sog' bo'lgin. Umring uzoq bo'lsin, yuz yoshlarga kirib yurgin ilohim. Hayoting davomida doimo dunyodagi barcha yaxshiliklar senga hamroh bo'lsin. Pok qalb sohibasi bo'lgin. Alloh seni hamisha o'z panohida asrasin. Qanday orzu-niyatlaring bo'lsa, Robbim barchasiga bekam ko'z yetkazsin. Ikki dunyo saodati bilan siylasin. Seni juda ham qattiq yaxshi ko'raman. Garchi buni har doim senga ayta olmasam-da, qalbimda senga aytilajak so'zlarim bisyor. Sen biz uchun dunyodagi eng yaxshi farzandsan. Sirdoshim, yelkadoshim o'zingsan. Ilohim, baxtlar seni butun umr atrofingni qurshab olsin. Hayot deb atalmish sinovli dunyoning sinovlari hech qachon mag'rur qaddingni egmasin. Seni juda ham qattiq yaxshi ko'raman. Yana bir bora tavallud ayyomlaring muborak bo'lsin. Shirin qizim, gulimsan o'zing. Farishtamsan, yoqadi so'zing. Doim shunday kulsin-da ko'zing. Erkatoyim, jannatim qizim. Gullar kabi ochilib turgan. Quvonch baxtga sen to'lib yurgan. Ona deb bir quchoqlab qo'ygan. Erkatoyim, jannatim qizim. Ko'zlaringda ko'rmay aslo dard. Hayoting ham bo'lsin shirin qand. Halol bo'lib yashagin sen mard. Mehribonim, jannatim qizim. Sen borsanki chiroylik olam. O'zing ehtiyot qilginda bolam. Malhamginam jonimsan bolam.
mehribonim, jannatim, qizim deya mana shunday samimiy dil izhorlarini siz tomon yo'llab qo'yishimizni so'raganlar. Ha, rahmat. Marhamat, agar shu o'rinda ularga ham aytar so'zlaringiz, dil izhorlaringiz bo'lsa yo'llashingiz mumkin. Suhbatimiz loyihamiz tomonidan yozib olinmoqda. Bir necha daqiqalardan so'ng o'zlari ham eshitadilar. Ha, kutmagan edim, juda xursand bo'ldim. Rahmat. Yana bormi gaplaringiz? Yo'q. Mayli, unda o'zlariga aytib qo'yarsiz, qo'ng'iroq qilib. Ilohim, hamisha mana shunday yaqinlaringiz ardog'ida, e'zozda bo'lib yuring. Oilangiz, yaqinlaringiz bag'rida o'tayotgan har bir oningiz baxtlarga, quvonchlarga to'lib toshaversin. Yana bir bora tavallud ayyomlaringiz qarshi olgan 17 bahoringiz muborak bo'lsin. Rahmat kattakon. Siz bilan mazmunli suhbat davomida boshlovchi Munisaxon bo'ldi. Samimiy suhbat uchun sizga minnatdorchilik bildiramiz. Sizga ham rahmat, onajonimga ham. Xo'p, sizga ham rahmat. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Seni oson topmadim qizim, etim suyagimdan o'zib topganman. Og'riqli kunlarda, uzun tunlarda necha bor uyqumni buzib topganman. Eski kiyimlarimga o'ralib qoldim, seni malikadek yurishing uchun. Xavotirdan oldim, ko'chaga chiqsang eson omon
yaxshi